Tarkibning doimiylik qonuni haqida gaplashamiz. Tarkibning doimiylik qonunini birinchi bo'lib fransuz kimyogari Prust yoki Prustli deb ham atashadi. Shu inson tomonidan kiritilgan bo'lib, tarkibning doimiylik qonunining ta'rifini qisqacha tushunib olaylik. Tarkibi olinish usulidan, joyidan qat'iy nazar tarkibi o'zgarmas bir xil. Ya'ni biz qadimgi Misr fir'avnlari ichgan suvni olib kelsak ham yoki aysbergdagi o'sha Arktika muzliklarida turgan suvlardan olib kelsak ham yoki biror bir zamonaviy laboratoriyada turgan sintezlangan suvni olib kelsak ham, o'zimiz iste'mol qilayotgan suvni olsak ham yoki tabiatda hosil bo'layotgan yomg'ir suvini olib kelib tarkibini ko'rsak, 2 atom vodorod, 1 atom kisloroddan tarkib topganligini ko'rishimiz mumkin.